Mamlakatimizda inson manfaatlari oliy qadriyat darajasiga ko'tarildi. Bugun barcha davlat idoralari faoliyatida aholining murojaatlari bilan ishlash bo'yicha sifat jihatidan mutlaqo yangi tizim yaratildi. Joylarda o'tayotgan sayyor qabullar murojaatchilarning muammolarini hal etishda shak shubhasiz kutilgan natijalarni bermoqda. Toshkent viloyatining Piskent tumanida tuman hokimligi tomonidan tashkil etilgan sayyor qabulda ham mana shunday murojaatlarga yechim topildi. Bitta uyda 3 xona uyda 11 ta jon yashayman qizim. Oldin nevara qizim 16 ga kirdi. Men kredit olishga harakat qilganda 2 yil bo'ldi, 3 ta pul beruvchi bo'shab ketdi. Bular hokimning zamlari bo'shab ketdimi aka, bizda ayb yo'q. Bizda ayb yo'q deb meni aldadi. Oxiri hokimga kirishga majbur bo'ldim. Sayyor qabulga umid bilan kelgan fuqaro ko'p farzandli oila. Ular yillar davomida tor va ta'mirtalab uyda yashab keladi. Oilaviy xarajatlar, ijtimoiy qiyinchiliklar oila boshlig'ini mas'ul idoralarga murojaat qilishga majbur qildi. 3 yildan beri turli idoralar eshigini qoqqan murojaatchi Piskent tuman hokimligi uyushtirgan sayyor qabulda o'z muammosiga yechim topdi. Ertaga o'g'lini jo'nating dedi, bo'ldi. Sizga bermasa kimga beraman? Rahmat, hokim martabasi undan baland bo'lsin. Yana bir keksa onaxon qaramoqda qolgan nabirasiga boshpana so'rab keldi. Keling, bundoq qilaylik. O'sha tip-top qilib siz nevarangizdan foto. Sizga ham bitta sanatoriyga pul beraylik. Rahmat, salomat bo'ling. Mayli, rahmat. Uy so'radim, uy joy kerak. Men bilan turadi u nevaram. Qizimning balasida u o'tib ketgan. O'shaning uchun men bilan uy joy so'radim. Javobi qanaqa bo'ldi? Siz xavotir olmang, yordam beramiz dedi. Ko'chada qolmaydi nevarangiz. O'zingizga putyovka beramiz dedi. Zamogani kelsangiz, nevarangiz men bilan turadi dedi. Hokimmi? Ay, endi o'zi bo'ladimi qizim? Men o'tib ketsam kim bilan qoladi bala? Shuni o'ylayman. Yana bir murojaatchi esa tuman hokimiga oliygohda o'qiydigan qizining shartnoma pulini to'lashga imkonsiz qolganini aytdi. O'qisin, qiz bola, albatta boradi dedi. Hurmatli rahbarimizning ham talablari shu bugungi kunda. Oilada bitta ayol o'qisa, shu butun jamiyatimizni oliy ma'lumotli ko'paydi. Endi o'qimaydi qizim, bo'ldi, 2 yil o'qiydi, bizga qog'oz qilib bering degandik. O'qisin, qiz bola, albatta boradi dedi. Shu kungacha murojaat qilgansiz bizga? Sizga, sizni o'zingizga murojaat qildim, bultur. Rahmat, bultur o'tkazib berdingiz, katta rahmat. Sizga belam iltimos qilib keldim. Hech qanaqa masala yo'q. Qani olib ko'rsatamiz. Bahodir, hozir yozib olinglar. Daftarga kiritilgan mashg'ulotlar o'tgan yil ham to'langan. Rahmat, katta. Bo'ldi, hech qanaqa masala yo'q. Necha kunda chiqib ketadi pul? 10 kun ko'p. 10 kun ko'p bo'ldi. Tushundingmi? Chorshanba kungacha sizga kontraktni o'tkazib aniq beramiz. Hokimdan ijobiy javob olgan ayol qo'shnilarning murojaatini ham yetkazdi. Shag'allashtirishingizda masala yo'q, ana bodom, bosxonaga. Shag'allashtirilmagan ko'chamiz qolmagan-ku. Hayrat mahallasi 2 yil bo'ldi to'kilganiga mashinalar kirmaydi-da, loy bo'lib ketadi, yomg'ir. Bugunning o'zida bosxonaga borib, shag'allashtirib qolgan ko'chalar ham bironta men eshitmayman. Sayyor qabullar xalq bilan bevosita muloqot qilishning eng samarali usulga aylandi. Piskentda ham kimdir uy-joy muammosini hal qildi, kimdir ishga joylashdi. Yana kimdir nogironlik nafaqasini tiklashga yordam oldi. Xalq dardini eshitish, yechim topish adolatli va insonparvar davlatning eng oliy maqsadi. Sayyor qabullar esa shu maqsadga xizmat qilmoqda. Mutabar Nurmuhammedova, Oybek Mahkamov, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.